Menga bir qiz yoqadi. Tushunarli. Lekin uni sevishdan to'xtagim kelyapti. Nega? Sen unga sevgi izhor qildingmi? Yo'q, Hali aytmasdan turib uni tashlab ketmoqchimisan? uni sevgan yigiti bor. Ha, sen yoqtirgan qiz demak allaqachon band. U senga juda ham yoqarmidi? Ha, Demak, u juda ham chiroyli qiz bo'lsa kerak. Senga yoqdimi? Demak, u rostdan ham juda chiroyli. ha. Juda ham chiroyli. Didimni bilasan-ku. Uni yigiti bilmasdan va sevishingni aytishing kerak edi. Seningcha u men bilan uchrashuvga rozilik beradimi? Endi o'tgan narsani gapirishda nima foydasi bor? Baribir bu seniki bo'lmaydi. Shuning uchun men senga yana bir marta yo'q. Nima istasang buyurtma qil. Xonim, bizga yana ikkitadan olib keling. Rostdan ham kallasiga yetib borish qiyin.